Endi o'zimga bag'ishlangan she'rlar to'g'risida gapirish menga salgina noqulay. Ey juft halolim degan she'ri dunyoga kelishi men uchun bir juda katta bir voqea bo'lgan desam bo'ladi. Anvar Sanayev aytgan o'sha qo'shiq nimaga deganda Muhammad akani yo'qotganimdan keyin bu qo'shiqni birinchi eshitganimda men xuddi endi ularning nomidan, ularning tilidan yo'qda turib xuddi menga bir ko'ngil izhori qilgandek nima taassurot bo'lgan, juda ham hayajonlanganman. Darding olay yorim, aytgil dardingni, tog'lar ko'tara olmas sening darding. Bu bir og'ir iztiroblarning natijasida yozilgan she'r. Bitta o'shani misol qiladigan bo'lsak, boshimizga juda og'ir judolik tushgan, bittagina akam kupa-kunduz kuni bedarak yo'qolib qolganlar. Mana shunaqa bir og'ir kunlarimizda meni chekayotgan dardimni, meni o'sha ko'z yoshlarim chidolmasdan menga bir taskin, so'z bilan taskin bera olmasliklarini bir mana shunday nomalar dunyoga kelgan. Bizni birovlardan ne kamimiz bor, ey jufti halolim, ne g'amimiz bor. Gerçi bog'lar kezib yurmadik birga.